Okey 50 milyon kerak edi olmanu. Menga Lambert 50 milyon berdi-da. Okey, men skupkaga 50 milyon berishmadi. Ha, tanishlarim aytishdi, Lambert bo'lmaydi, baribir foizi bor, boshqasi bor deyishdi. Keyin qarasam, sizni ko'rib qoldim, okey, Instagramda. Sizga ham bitta naqlatdicha dedim, agar siz ham 50 milyon bermasangiz, okey, Lambertga tinchgina berib qo'ya qolaman deb. 50 milyon kerak. Ishqilib, nima bo'lsa ham 50 milyon bo'lsa sotmoqchi. Shunaqa, okey. 49 millionga ham sotmishsiz? Yo'q, okey, men 50 milyon ketish kerak. Eng kam narxi endi okey qo'yavering, siz hisoblavering-chi, okey. Agar 50 millionchi bersangiz, sizga sotib ketaman shularni. Bo'ldi, qarang. Xo'p, pullaringizni ajratib qo'ydim. Sababi bularning hammasi loan. Uzilib ketgan narsangiz ham bor ekan, hatto 1% regiz ham yotibdi. Bularning hammasi loanga hisoblangan. Xo'p, mana uzugingiz probasi brilliant 750 proba deydi. Yaxshi narsa o'zi, okey. 585 yani taqilmagan ekan. Van Cleef Cartier uzugingiz brendli turistik yaxshi narsa bo'lganligi izdelay hisobda olib qolaman. Turistik izdelay bo'lganligi. Mana bunisi fasoni chiroyli ekan, buni ham izdelay hisobda olib qolaman. Bo'ldi, okey. To'rtta narsangizni olib qolaman. O'z chiroyli narxga bersangiz. Xo'p, qarang okey. Buni bitkasi yo'q ekan, qolaman ikkitasi bitkasi bor. Xo'p, Q13 plus shu yarim bilan ekan qog'ozdagi 100. Cartier uzugingiz bo'lsa esa kichkina yozilgan ekan, 358 921 gram, izdelangizni 1 million 50 dan qilib beraman, 585 proba. 9 million 670 ming chiqadi, 9 million 700 qilib beraman. Xo'p, mana bu toshlari bunaqa zo'r emas ekan, o'sha shu 130 dollardan qilib beraman, 750 proba, toshlari brilliant bo'lgan. Bo'ldi, hisoblavering-chi. 130 dollar. Buni отдельно narxlatmadingizmi? Yo'q, okey, mana shu общий. 650 dollar bo'pti, faqat so'mda beraman. 12 mingdan bo'lganda 7 million 800 plus 9 million 700 bo'lsa 17 million 500 bo'pti, mana shu 400 uzugingiz. Xo'p, lomlaringizni okey, Instagramga ham qo'yib boraman, narxini ko'rasiz. 1 million narxi beraman ekan. 1 million 50 million 100 deyman, chunki u lomga yo'q narx. Mana izdelarni ajratib 1 million 50 olib qoldim-ku. Bo'ldi, okey. 11 1 milliondan lom. Menga to'g'ri keladigan narxi 34 million 110 ming bo'pti, 117 million 500. Mamlaringiz bo'lsa 51 million 610 ming bo'pti. Gap yo'q, okey. 51 million sanayman, 610 mingni kerak. Yo'q, beraman, okey. Yo'q, okey, menga 50 million ham berishmadi boshqa joylarda, okey. Siz menga 51 million saling bo'ldi, okey. Siz 51 million. Roziman, okey. Bo'ladi. Instagramda aytgan narxingizga olar ekansizda, okey, gap yo'q ekan. O'zimiz alamasda, okey, klientga o'ylaymiz. O'sha narxni aytamiz ham, kelsangiz o'sha narxni olamiz. Qimmat aytib kelsangiz oldingizda hijolat. Bo'ldi, okey, gap yo'q, erkin ish bo'ldi. Mana 50 million. Bemalol sanaveradi. Yo, bo'ldi, okey, men sizga ishonaman. Mana yana 1 million berishdi. 1 2 3 4 5. Mana 1 million. Xolasangiz beraman 610 ming. Yo'q, okey, roziman men. Rahmat kattakon sizga. Sog' bo'ling, okey, charchamang.